Cedveldeki tekstlerini vertikal yoki gorizontal holatda to'g'irlash. Ya'ni o'ng'a, o'ttirg'a, solg'a deganga o'xshash. Yoki bo'lmasa tik yo'nalishda vertikal holatda ustiga, o'ttirg'a, ostiga to'g'irlash. Ondan tekstninki yo'nalishini o'zgartirish mashg'uloti, ya'ni tik yoziladigan shakli, to'g'ri yoziladigan shakli deganga o'xshash. Buni biz amaliy misol orqali ko'raylik. Bu jadvalga qaraydigan bo'lsak, bu tekstlarimizningki hammasi jadvalninki eng usti tarafiga chiqyapti. Biz buni odatda jadvalning katikining o'ttirg'iga chiqarsak, bu chiroyliroq bo'ldi. Bunday qilish uchun biz jadvalning ichidan nur belgini qo'yib turib, ya'ni tanishmoqchi bo'lgan o'ringa loyiha tizimligining ichidan bu to'g'irlaydigan knopkalarni bossak bo'ldi. O'ng'a to'g'irlamoqchi bo'lsak bu knopkani, solga to'g'irlamoqchi bo'lsak bu knopkani bossak bo'ldi. Navoda o'ttirg'a to'g'irlamoqchi bo'lsak bu xil shaklni, ya'ni bu gorizontal holatda to'g'irlash. Endi vertikal holatda to'g'irlamoqchi bo'lsak, yana o'xshashlar, masalan o'ttirg'a, ostiga, osti o'ng taraf, osti so'l taraf deganga o'xshash bu yerdan to'g'irlay olamiz. Masalan biz buni o'ttirg'a to'g'irlasak, chiroyli holatda ko'rindi. Endi buni to'g'irlagan vaqtda biz buni hammasini bir-birlab to'g'irlab bo'lmaymiz. Bu vaqtlarda biz to'g'irlamoqchi bo'lgan doiraning hammani tanlab, qaysi xil shakl to'g'irlamoqchi bo'lsak, shuni bossaqlam, bu hammasi to'g'irlandi. Mana bu doiraning hammasi o'ttirg'a to'g'irlandi. O'xshashcha biz bu mazmunlarni o'ttirg'a to'g'irlab o'taylik. Bu o'ttirg'a to'g'irlash shakli. Endi biz jadvalda yana tekstlarningki yo'nalishini o'zgartiradigan ba'zi ehtiyojlarimiz tug'ildi. Masalan, ba'zi sanskriptlar yozilgan jadvallarda sanskriptlar odatda nihoyatda kichik o'rin egallaydi. 2-3 xona deganga o'xshash. Ya'ni bu 2-3 harfliklar o'rin egallaydi. Lekin jadvalningki bosh qismidagi tekstlar bu jiqroq o'rin egallab qoldi. Şuna bunday vaqtda jadvalninki mavzusini, ya'ni bu temalarni tikolat qiladigan ba'zi ehtiyojlar bor. Masalan, bunday vaqtda biz tekst yo'nalishi degan bu knopkani bossak, buning yo'nalishi tik yo'nalishga o'zgaradi. Bu vaqtdami bu to'g'irlaydigan knopkalar orqali har xil o'ringa to'g'irlash maqsadiga yeta olamiz. Masalan biz bu kunlarning hammani tikolatga kelib o'taylik. Buningga o'xshash. Albatta bizning bu dars jadvalimizda bunday qilishninki hojati yo'q. Faqat ba'zi jadvallarda mavzular, ya'ni jadvalninki birinchi qurdagi mazmunlar bakjiq o'rni egallab ketadi. Ostidagi mazmunlar sanskrit yozilgan yerlar jiq o'rni egallamaydi. Shunday vaqtda jadvalninki ba'zi kataklarninki xatlarini tiklab qo'yish orqali biz o'rinni tejab qila olamiz. Ya'ni buni asli qaytarmoqchi bo'lsak, yana bir qatim bossak, bu yo'nalish o'zgardi xatninki uyg'urcha yuqori tuanga yana bir bosdik asliga keldi. Mana shunga o'xshash.